Assalomu alaykum hamkasblar. Charchamanlaringmi qishlab chiqib, mana 2026-yil sezonimiz xudo xolasa boshlandi desak ham bo'laveradi. Bugun 15-fevral, 14mi, 15 fevral bugun. Arilar sekin-sekin uchishni boshladi. Pirga ham bitta ikkita kelyapti. Sariq pirgacha. Xudo xolasa matkalar qamoqda edi. Hammasi izolyatorda qamoqda edi. Hozir mana qilgan ishimni ko'rsataman bittasini. Bulturgi ishlarimni yana rivojlantiryapman xudo xolasa. Sal boshqacha variantda. Mana lishniy ramkalarni olib tashlayapman. Issiq penaplik, sintefondan qilingan issiq materialni qo'yibman. Agar naraqda eski yashiklarim bor, to'g'ri kelmaydiganlarga penaplik solib qo'yibman. Shunaqalarni qo'yib, isitib, o'rab chiqibman xudo xolasa. Mana o'zi bittasini qilganimni ko'rsataman. Nima qilganimni. Tak. Arilar bu yil slabi, har yilgida nimadir bo'lyapti, slabi bo'lyapti. Bulturgi kurkinaydi ta'siri, urug'ni kam qo'yganini ta'siri. Mana bundaqa qilib sintifonni mana bu yoqdan jup qilib, mana bu tarafi jup. Oxirigacha bormagan, bu tarafda ham shuncha joy bor. Bu tarafga ham mana jup qilib yopib qo'yibman. Shtobi mana shu yerda bitta, ikkita ramkadan issiqlik qochmasligi uchun. Agar hammasini yopib qo'ysam, tillab qolishi mumkin deb ikkilandimda, shu mana shuncha joyda 1 ram, 2 ram turadigan joyda ustiga sintifon qo'yib, keyin kurpachasini qo'yibman. Orqasida mana bitta zapas asalli ramka bor. Asalli ramka. Ana undan keyin arilar slabi o'zi 1 ram, yarim ram, 2 ram shunaqa. Mana eng slablardan bittasini o'xshim shekillida. Mana mana bunaqa qilib o'rtasini bultur katta razmerda qilgan edim. Bu yil kichkina qilib boshqatdan qo'yib chiqdim. Kichikroq razmerda. Bu teshikda qishga kirayotgan sezon payti buni yopib qo'ysa bular o'zini kesib olgan anonim turibdi, kusogi. O'sha bilan shunday yopib ustidan skotchlab qo'ysam bo'ldi, qishi bilan turaveradi. Bitta bahorda yana olib tashib, ikkita onani birga qo'shib ishlataman. Bu yil mana o'zi boshladim. Mana bu yerda oyog'im tagida 3-4 kun oldin, 3-4 kun emas, qaysi bir haftaga yaqin bo'lib qoldi. Bittani ochib, xuddi mana shunday usulda qo'yib ketgan edim. Uni ko'rdim, hozir qurt bo'lgan urug'lari, arilar slabi, lekin qurt bo'lgan ikkita matka ikki tarafda ishlayapti. Xudo xolasa bu ham ishlab ketadi. Mana shunday yopib, tagida ozroq 1 santimetr chiqar-chiqmas zazor bor. Burchak-burchagida bor. Qisqasi terlab qolishmaydi, dimlanib qolmaydi. Qo'lim bilan bekib qo'yibman, zo'r. Mana shunday qilib arilarni qilib chiqibman xudo xolasa. Bugundan onalarni ochib ishga tushirishni boshladik. Bu yerga faqat bitta ko'rgan bo'lsalaring bir dona asalli pirgali ramka qo'yibman. Boshqa ramka qo'yganim yo'q. Даже mana bu turgan orqadagi ramkani ham ittay kunda bular ramka talab qilgan bo'lsa, agar iloj boricha, возможность boricha bu yerga mashina bosaman. Bu ramkani ham даже bekka qo'ymayman. Agar yangi ramka bultur qilgan bo'lsa, yangi sveji bo'lsa qo'yishim mumkin, bo'lmasa faqat mashina bosmoqchiman. Sababini ko'pchilik biladi. Bundan chiqqan, mashinadan chiqqan arilar baquvvat bo'lishini, sog'lom bo'lishini hamma biladi. Shuning uchun faqat bitta ramkaga o'zi menda imkoniyat bo'lgan. Agar 3 ta, 4 ta ramkada o'tirgan bo'lganda, o'ylam iloji 3 ta ramka qo'yishim kerak. 3 ta sveji ramka ham topish qiyin. Ko'pchiligi 1 yil, 2 yil, 3 yilgacha ishlagan bo'ladi. Hozir menda imkoniyat bor, bitta ramka qoldirib, qolganini chiqarib tashlayapman. Qisqasi 90% ramkani chiqarib tashlayapman bu yil.
arrani ichiga qo'ymayman. Sababi bu yerda aytgandek, faqat mashina bo'lsa-man. Ramkalarni hammasini iloji boricha chiqaryapman. O'ylab ko'ringlar, agar sizlar ham shu variant to'g'ri kelsa, bitta yarimta oilada sinab ko'rishlaring mumkin. Mana bu tarafga ham eski ramkani bu yoqqa chiqarib qo'yibman, asalligini bitta ramkaga qo'yib, qisib qo'yibman. Xuddi mana shu turishda bo'ldingni turadi. Qachon ramka talab qiladigan bo'lsa, shirasi kamlik qilsa, orqaga asalda tilib yo'lmasa tilmasdan beraman, shu napat bo'lib ketmasligi uchun. Arilar bir-biriga hujum qilmasligi uchun tilmasdan yaqinlashtirib berishim ham mumkin. Litoklarni faqat bitta pastida ochiq. Mana shunday qilib chiqibdi. Qisqasi, uzoq kutgan qishdan chiqib oldik. Arilar bugundan mana uchishni boshlab ancha odamni havasini keltiradigan ish bo'ldi. Hammalaringga omad, sizonlaring omadli kelsin. Sog' bo'linglar, charchamanglar.